O'zim tanishtiraman, men ismim bor, Alim Yusuf, boshqaruvchi o'rinbosari ishlayman. Davlatga xabarlar bor, prezidentimiz tomonidan bir qator qaror farmonlar chiqarilyaptiki, mana shu aholini daromad qilish, doimiy ish bilan ta'minlash bo'yicha qaror farmonlar chiqyapti yoki yuqori daromadli mehnat bilan faoliyat bilan shug'ullanish uchun kredit mablag'lar ajratish yoki ish o'rinlarini kambarlik qisqartirish bo'yicha farmonlar bo'yicha bankimiz tomonidan prezidentimizni qarorlari asosida imtiyozli kreditlar ajratiladi. Endi bizda bank bo'lganimiz uchun ko'proq kreditga urg'u beriladi. Masalan, prezidentimiz 300 kun sonli qaror bersa, 100 milliongacha garovsiz, 300 milliongacha garov asosida imtiyozli kreditlarimiz bor. Bunda tumanlar toifasidan kelib chiqib beriladi. Biz tumanlar ikkinchi toifa bo'yicha 22% beramiz. 100 milliongacha garovsiz beramiz. Endi buning uchun faoliyatda bo'layotgan, bir yil davomida faoliyat yuritayotgan korxona tashkilotlar bo'lishi mumkin, tadbirkor bo'lishi mumkin. Faoliyat yuritayotgan deganda, masalan, oldin o'zimizni band qilib sifatida faoliyat yuritib, yuridik shaxs davlat ro'yxatidan o'tmagan bo'lsa ham, keyin o'shani davlat ro'yxatidan o'tayotgan bo'lsa, imtiyoz beriladi. O'sha faoliyatni hisobga olinadigan yuridik shaxs sifatida faoliyat boshlagan kreditlar mablag' ajratiladi. Qolaversa biznesga ko'maydigan kreditimiz bor, 10 million so'mgacha beramiz. To'rt muddatga 25%ga. Mahalla loyihamiz bor. Kreditlarimiz ham bor. 7 million so'mgacha beramiz, 5 yil muddatga. Yana 25%gacha beriladi. Mahallada o'sha ishsiz xotin-qizlar, aholi kim bo'lsa shu daromadli mehnat bilan faoliyat bilan shug'ullanib tadbirkor bo'lsa, o'sha mablag'larni taklif qilamiz.